Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Jorge Masvidal Hamza Chimayevning jang uslubini keskin tanqid qildi. Eng kulgilisi shundaki, sen o'zingning cheksiz quchoqlashlaring bilan hech kimni yakson qila olmaysan. Sening merosing o'zgarmaydi. Tarixda sen boshqa erkaklarni noqulay tarzda ushlab, shunday jang qiladigan yigit sifatida qolasan. Sen hech qachon tanilmaysan va mashhur bo'lmaysan, deya aytib o'tdi Jorge Masvidal. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Rostdan ham Hamza Chimayev bilamiz, udarnik emas, balkim grappling. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Jorge Masvidalning gaplariga qo'shilasizmi? Dayson Fury intervyu berdi. Yaqinda UFC ofisida edim va ular har bir jangchining jang kunidagi vaznini kuzatib borishadi. Ular barcha ma'lumotlarni e'lon qilishmaydi, lekin uni saqlab qolishadi va men u bilan jang qilganimda islomning vazni qancha bo'lganini aytishganda, men bu aqldan ozgan deb o'yladim. 87 kilogramm yoki shunga o'xshash narsa, menimcha yoki 86-86,5 edi. Shunga o'xshash narsa. Men 79,8 kilogramm vaznga ega edim. Va men uning oldida turib, yelkalaridagi tomirlarni ko'rganimda, jinursun bu yigit juda ulkan deb o'ylagandim. U jangga kirishganda qon ta'minoti darhol uziladi. Odatda siz ongingiz asta-sekin yo'qolganini his qilasiz, lekin bu yerda u jangga kirishi bilanoq qorong'ulik paydo bo'ldi. Men hech qachon 80 kilogrammdan ortiq vaznga ega bo'lmaganman, hech qachon. Islom Maxachevga omad tilab qolaman. Islom Maxachev juda ham katta gabaritli yigit, deya aytib o'tdi Dayson Fury do'stlar. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? Islom Maxachev Hamza Chimayev vaznga ko'tarilib, Hamza Chimayevdan kamarni tortib ola oladimi yoki yo'q? O'z fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Albatta bu narsa qiziq do'stlar. Islom Maxachev buni o'zi rasman tasdiqlagan. Men 3 ta kamar sohibi bo'lmoqchiman deya aytib o'tgan. Charles Oliveira Max Holloway bilan jangdan keyin o'ziga bildirilgan tanqidlarga javob berdi. Uni jangni zerikarli qilganlikda, uni parterga o'tkazib, tik turib almashinuvdan qochganlikda ayblashgandi. Charles Oliveira: rostini aytsam, jangchilar haqiqiy professionallar turib, bu yomon jang bo'ldi desa, menimcha bu shunchaki hasad. Balki keyingi safar men so'rashim kerakdir sizlardan. Sizning rejangiz nima? Mendan nimani xohlaysiz? Muay Thai'mi, Judo'mi, Kung Fu'mi, Surfingmi? Chunki agar men oktagonga chiqib jangda g'alaba qozonsam, u baribir yetarli bo'lmasa, unda yana nima qilishim mumkinligini bilmayman. Nima qilay? Suzishda qatnashaymi? deya aytib o'tdi Charles Oliveira do'stlar. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlar? BMF kamarini Charles Oliveira haqqoniy g'alaba qozonib oldimi yoki yo'q? Bilamiz, BMF kimlarga beriladi? Stoykada jang qiladigan gangsterlarga beriladi. Lekin Charles Oliveira stoykada jang qilib bu kamarni yutib olmadi. Siz ham o'z fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Rasman do'stlar, Nursulton Ro'ziboyev 27-iyun kuni bo'lib o'tadigan UFC Fight Night turnirida rossiyalik Andrey Pulyev bilan jang o'tkazadi. Nursulton Ro'ziboyevga omad tilab qolamiz do'stlar. Bir ikkita haterlar yozishi mumkin. Buni Nursultonga tashab qo'yinglar, Nursultonni o'zi biladimi? Yo'q do'stlar, Nursulton Ro'ziboyev shaxsan o'zi istoriyasiga, Instagram tarmog'idagi istoriyasiga joylab yozib qo'ydi. O'zi keng tarqaldi bu xabarlar. Va raqibi aniq, rossiyalik Andrey Pulyev. Bu turnir Ozarbayjonda bo'ladi do'stlar. Albatta Nursulton Ro'ziboyevga omad tilab qolamiz. Siz ham kommentariyada omad tilab qolsangiz bo'ladi. Ko'rishguncha.